Gap so'zning energiyasi haqiqatan bak yuqori. Biz gap so'zning energiyasiga faqat sal qarab qolmasligimiz kerak. Har vaqt o'zimizga ba'zi bir aktiv gaplarni deb bersak, buningki haqiqatan bizningki ba'zi bir kayfiyat masalalarimizni hal qilishimizga ma'lum darajada foydasi bo'lishi mumkin. Agar endi ba'zi ishlaringiz ko'ngildagidek bo'lmay, o'zingizni aytib, bearam kayfiyatingiz tushkun his qilayotgan bo'lsangiz, bundaq bir qancha jumlani o'zingiz avval bir yaxshi bir tahlil qilib etib, andan keyin o'zingizga davomli eskartib turishingizni tavsiya qilaman. Buning birinchisi, ba'zi ishlarning bo'lmay qolgani, ba'zi odamlardan ayrilib qolganim, balkim hayotning meni qo'g'dab qolgani bo'lishi mumkin. O'tgan hamma ishlarga rahmat. Ayni vaqtda meni tanlamagan, meni yerim yo'lda tashlab qo'ygan, menga cho'nqur azorlarni bergan shu odamlarga rahmat. Ikkinchi jumla, men xo'shal yuralisam, ondan talaylik bo'laman. Menda o'zimni xo'shal qilish iqtidori bor. Men xo'shallikni yaxshi ko'raman. Xo'shallik bilan ravon ulana olmayman. Uchinchi jumla, men o'zimga ko'ngil bo'lishga tamoman yetisha olmayman. Va bu imkoniyat menda bor. Hozirdan boshlab o'zimning sog'lomligi, boyligi, go'zalligi va ko'ngil tinchligimga ko'ngil bo'laman. To'rtinchi jumla, men uzundan buyon meni qiynab kelayotgan qalbimdagi shu qo'rqinchlarni cho'nqur his qildim. Shu qo'rqinchlarimni ko'ra oldim. Men endi u qo'rqinchlardan va ojizliklarimdan qochmayman. Shu qo'rqinchlarimni va ojizliklarimni mehrim bilan quchoqlay olayman. 5-jumla. Men amaliy ko'zim bilan qalb ko'zlarimni yaxshi boshqara olayman. Men bu ko'zlarimni qalbimdagi go'zalliklarni ko'rishga, hayot qo'ynidagi go'zalliklarni ko'rishga, esil odamlarning xarakteridagi go'zalliklarni ko'rishga sarf qilaman. 6-jumla. Koinot menga nur berdi, harorat berdi. Men vujudimdagi bu tangdoshsiz energiyalarni mahkam bag'ashlab, oq ko'ngil, tamkin va mehr muhabbatlik o'zim bilan bu marhamatlik hayot qo'ynida cho'qim yaxshi yashab keta olmayman. Gap so'zning